qo'shilgan qiymat solig'ini 0 stavkada to'layotgan tadbirkorlar diqqatiga. Yil oxirida katta jarimaga tushib qolishingiz mumkin. 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jalik mahsulotlarini realizatsiya qilganlik uchun 0 stavka belgilangan. Lekin ahamiyat beradigan ikkita holat bor. Soliq kodeksining 264-moddasida ushbu imtiyozli stavkani qo'llash uchun ikkita shart bir vaqtda bajarilishi kerak. Ya'ni birinchi shart, bu yerda siz realizatsiya qilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda soliq qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan ro'yxatda mavjud bo'lishi kerak va ikkinchi sharti, siz qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchi sifatida e'tirof etilgan bo'lishingiz kerak. Bu yerda shu ikkinchi qismida ko'pchilik e'tibor bermayapti. Ya'ni Soliq kodeksining 54-moddasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonaga ta'rif berilgan bo'lib, uning uchun siz ko'rayotgan daromadning, jami daromadning 80% qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan realizatsiya qilishdan topayotgan bo'lishingiz kerak. Agar siz turli xil faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz va ushbu faoliyat ichida qishloq xo'jaligidan boshqa, masalan, ijaraga berishi yoki chakana savdo bilan shug'ullansangiz va jami daromadingizni 80% qishloq xo'jaligi mahsulotga to'g'ri kelmasa, ertaga soliq organi tomonidan e'tiroz kelishi mumkin. Siz qishloq xo'jaligi mahsulot ishlab chiqaruvchi emassiz degan ma'noda soliq stavkasini noto'g'ri qo'lladingiz deb turib e'tiroz bo'lishi mumkin va buning oqibatida katta soliq jarimalari va qo'shimcha soliqlar hisoblanishi mumkin. Endi bunday holda nima qilish kerak? Albatta, soliq qo'mitasiga rasmiy murojaat bilan qonunda huquq normasini qanday qo'llash bo'yicha murojaat qilish kerak va ushbu murojaatga asosan siz ishlasangiz, ertaga qo'shimcha penya hisoblanmaydi va qo'shimcha jarimalar hisoblanmaydi. Video foydali bo'ladigan bo'lsa, buxgalterlarga hamda ushbu yo'nalishda faoliyat yurituvchi tadbirkorlarga yuborib qo'ying.